Allohumma a'inni ala zikrika va shukrika va husni ibadatik. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhuga men seni yaxshi ko'raman dedilar. Shunda Muaz ham ya Rasululloh, men ham sizni yaxshi ko'raman dedi. Shunda senga bir duo o'rgataman. Har namozdan keyin namoz oxirida shu duoni o'qigin deb o'rgatganlar. Allohumma a'inni ala zikrika va shukrika va husni ibadatik. Qarang. Allohumma a'inni. Allohim menga yordam ber. Nimada? Seni zikr qilishda, senga shukr qilishda va senga go'zal ibodat qilishimda yordam ber deyilyapti. Qarang. Nabiy sollallohu alayhi vasallam seni yaxshi ko'raman deb yaxshi ko'rganiga nima duo o'rgatyapti? Bu juda buyuk duo, juda muhim duo. Buni har namozda biz odat qilishimiz kerak biznillah. Ya'ni har namoz oxirida degani bu tashahhudning oxirida degani, salovatdan keyin o'qilgan, salom berishdan avval. Allohumma a'inni ala zikrika va shukrika va husni ibadatik. Shukr qilishga biz qodir emasmiz agar Alloh yordam bermasa. Zikr qilishga ham qodir emasmiz agar Alloh yordam bermasa. Shuning uchun Allohning yordamini so'rashlik eng muhim duo.